Har bir muvaffaqiyat zamirida bitta shijoatli taqdir, har bir yirik loyiha ortida esa inson orzulari va qismati yotadi. Kimdir tibbiyot oliygohini bitirib o'zgalar dardiga darmon bo'lishni maqsad qiladi. Yana kimdir chekka bir tumanda zamonaviy ta'lim yoki shinam maskan yaratish ishtiyoqi bilan yashaydi. Boshqalar esa yurtimizda ishlab chiqarilgan milliy mahsulotlarni dunyo bozorlarida ham o'z o'rniga ega brendga aylantirishni reja qiladi. Bugun Samarqandda ana shunday minglab taqdirlarning katta maqsadlari reallikka aylanmoqda. Bugungi kunda viloyatimiz bo'yicha eng katta kredit portfeliga ega bo'lgan O'zmilliy-bank aksiyadorlik jamiyatining Samarqand viloyat bosh boshqarmasi portfeli 3.9 trillion tashkil etadi. Shundan 2.4 trillioni yuridik shaxslarga to'g'ri kelyapti. Joriy yilning birinchi choragining o'zida ko'plab tashkilotlar bilan muloqotda bo'lyapmiz va ularni kreditlash, ularni moliyalashtirish, loyihalarni rivojlantirish uchun harakatlar olib borilyapti. Foiz stavkalari joriy yilning birinchi choragining o'zida 1% dan 2% gacha pasaytirib berildi. Yoshlar bo'yicha 3% gacha pasaytirildi. Bundan tashqari muddatlar uzaytirildi. Oliygohni bitirib o'z klinikasiga ega bo'lish ko'plab yosh shifokorlarning orzusi. Samarqand davlat tibbiyot universiteti bitiruvchisi Aziza G'aniyeva ana shu orzusini Kelajakka qadam markazi orqali ro'yobga chiqardi. Hurmatli prezidentimiz Shavkat Miromonovich Mirziyoyev tomonidan yoshlarga yaratilayotgan shart-sharoitlar, bildirilayotgan tashabbuslardan unumli foydalangan holda Milliy bank tomonidan Kelajakka qadam dasturidan foydalangan holda 415 million so'm miqdorida kredit oldik va oilaviy klinikamizni ochdik. Klinikamizda 10 ga yaqin ishchi xodimlarimiz bor. Doim harakatdamiz, xalqimizga xizmatdamiz. Asosiy maqsadlarimiz tibbiyot tizimiga o'z hissamizni qo'shish, yangi ishchi o'rinlarini yaratish. Ayni paytda Samarqandda Kelajakka qadam dasturi asosida moliyaviy ko'mak olib oyoqqa turayotgan yoshlar talay. O'zmilliy-bank aksiyadorlik jamiyati tomonidan Samarqand viloyatida tashkil etilgan press tur davomida bunga guvoh bo'ldik. Kelajakka qadam samarqandlik yigit-qizlarning yangi maqsad va rejalari uchun asosiy poydevor bo'layotganligini press turimizning navbatdagi lokatsiyasi Pastdarg'om tumani markazida faoliyat boshlagan Juma butik kafe mas'uliyati cheklangan jamiyati orqali bildik. Loyihaning umumiy qiymati 1,5 milliard so'mni tashkil etib, shundan 1 milliard so'm bank kredit hisobidan moliyalashtirilgan. Mazkur tashabbus aholiga qulay va shinam muhitdagi umumiy ovqatlanish xizmatlarini taqdim etish bilan birga yangi ish o'rinlarini yaratishga xizmat qilmoqda. Biznes rejamizni Kelajakka qadam loyihasiga taqdim etdik va bizni rejamizni ma'qullab, Milliy bank tomonidan 1 milliard so'm kredit ajratildi. Natijada mijozlarimizga milliy Yevropa shirinliklar shoxobchasini ochdik. Hozirgi kunda 6 kishini ish bilan ta'minlaganmiz. Biz yoshlarga berilayotgan imkoniyatlardan keng foydalangan holda kelajakda ham yangi ish o'rinlari yaratib, faoliyatimizni kengaytirish niyatimiz bor. Inson taqdirini o'zgartiradigan eng buyuk kuch bu bilim. Jomboy tumanida ta'limni rivojlantirish yo'lida yosh tadbirkorlar tomonidan tashlangan qadam ham O'zmilliy-bank e'tiboridan chetda qolmadi. Iqtisod yo'nalishida o'qiyman. Milliy bankning Kelajakka qadam loyihasidan foydalangan holda 1 milliard so'm imtiyozli kredit oldim. Men bu kreditimni Avtomaktab va Asr o'quv markaziga sarfladim. Avtomaktabda 10 ga yaqin ish o'rni yaratilgan, Asr o'quv markazimizda esa 25 nafar xodimlarimiz bor. Yerda ham 500 dan ortiq abituriyentlar o'qimoqda hozirda. Avtomaktabda 5 ta guruh bor. 24 tadan 120 ta bola ta'lim olyapti. Bu kelajakda rivojlanadigan tadbirkorlik turi bo'lgani uchun men shu tadbirkorlikni tanladim. Kelajakda yana bu tadbirkorlikni kengaytirish maqsadida rejalarimiz bor. Ushbu loyihalarga kredit ajratish orqali O'zmilliy-bank bugun nafaqat biznesni, balki el taraqqiyotini, inson qadrini qo'llab-quvvatlamoqda. Zero ishbilarmonlar bilan yelkadosh bo'lish bank qadriyatlarining eng oliy tamoyilidir. Prezidentimizning tadbirkorlik loyihalarini qo'llab-quvvatlash orqali yoshlar bandligini ta'minlashga doir qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi qarori ham o'g'il-qizlar uchun yana bir imkoniyat bo'ldi. 2026-yil 24-fevralda davlatimiz rahbari yoshlar bilan o'tkazilgan uchrashuvda mana shu kredit foizlarini yana ham pastlatgan holda 15% dan etib belgilab, kelajak tadbirkori dasturini ishlab chiqish topshirig'i berildi va hozirgi kunda mana shu kelajak tadbirkori dasturi doirasida nafaqat oliy ta'lim tashkilot bitiruvchilariga, balki oliy ta'lim tashkilot bitiruvchilarini bandligini ta'minlashga ko'maklashayotgan yuridik shaxs, ya'ni tadbirkorlik subyektlariga ham 10 milliard so'mgacha bo'lgan kredit mablag'larini ajratish imkoniyati yo'lga qo'yildi. Ya'ni biz tadbirkorlik subyektlariga 15% dan 7 yil muddatga
10 milliard so'mgacha bo'lgan kredit mablag'larini ajratib kelyapmiz. 2026-yilning yakuniga qadar bitiruvchilarning bandligini ta'minlashga qaratilgan o'sha tadbirkorlik loyihalarini 100 milliarddan ortiq qismiga kredit mablag'larini ajratishimizni o'zimizga maqsad qilib olganmiz. Jumladan Zarafshon Tekstil mas'uliyati cheklangan jamiyati bugun Samarqanddagi 2000 nafar xotin-qizni doimiy ish bilan ta'minlagan yirik loyihalardan biridir. Bu 2000 ga yaqin oilaning farovonligi, minglab ayollarning jamiyatda o'z o'rnini topishi demakdir. Bizlarga sharoitlar yaxshi, kundan kunga rivojlanyapti fabrikamiz, oyliklar yaxshi. Men xursandman. Bizlarning mahsulotlarimiz chet elga chiqyapti. Yevropa bo'yicha zakazlar bor. Loyiha bugun hududda eksport salohiyatini oshirish, yangi ish o'rinlari yaratish va mahalliy sanoatni rivojlantirishda muhim ahamiyat kasb etmoqda. Я работаю с 2020 года. Men mazkur korxonada 2020-yildan buyon ishlab kelmoqdaman. Kompaniyamiz ishlab chiqarishni modernizatsiya qilish uchun Milliy bankdan 10 million dollar miqdorida kredit olgan. Ajratilgan mablag'lar tufayli biz zamonaviy uskunalar sotib oldik, binolarni rekonstruksiya qildik va yangi ish o'rinlari yaratdik. Hozirgi vaqtda mahsulotimizning qariyb 60% Rossiya Federatsiyasiga, 40% esa Yevropa davlatlariga eksport qilinyapti. Biz kelajakda AQSh bozoriga ham chiqishni rejalashtirganmiz. Yana bir muhim jihat, Samarqandda yetishtirilgan quruq mevalar bugun dunyoning eng nufuzli megapolislarigacha yetib bormoqda. Bu ishni bolalikdan boshlaganmiz. Oldin bunaqa sharoitlar yo'q edi. Borib 5 kilo mayiz olsa agar bu mayizni nima qilasan deb so'rardi. Bugungi zamonda kelib mana yurtboshimiz tadbirkor ko'p bo'lsin, rivojlansin, shuncha bizga sharoit yaratib berdilar. Bemalol eksport qilamiz. O'zimiz foyda ko'ryapmiz, xalq foyda ko'ryapti. Necha ming odamni qozoni qaynayapti. Bizda yana niyatimiz bor, yana kengaytirishga. Biz shu imkoniyatdan foydalanib, yanada tadbirkorimizni rivojlantirishga harakat qilmoqchi bizlar. E'tiborlisi, ushbu mahsulotlar eksport orqali tadbirkor yiliga o'rtacha 40 milliard so'm daromad topmoqda. Qishloq xo'jalik mahsulotlarini chet davlatlarga eksport qilamiz. Bu yilga o'rtacha eksportimiz 40 milliarddan oshdi. Hozircha bu yerda ishchimiz 30 tadan oshiq, lekin mavsumiy ishchi yollaymiz. 100 tadan ham oshib ketishi mumkin. Faoliyatimizni boshlaganimizdan buyon Milliy bank bilan birgalikda hamkorlik qilib ishlab kelamiz. Biz oxirgi marta Milliy bankdan 1 million yuan kredit mablag'ini oldik. Biz bu kreditni aylanma mablag' sifatida ishlatdik. Kelgusidagi maqsadimiz eksportni kengaytirib, O'zbekiston mahsulotlarini yanada ko'proq davlatlarga tanitish. Xulosa qilib aytganda, O'zmilliybank bugun iqtisodiyotimiz rivoji yo'lida biznes hamda tadbirkorlikni qo'llab-quvvatlash borasida har doim ishbilarmonlar bilan hamkorlikka tayyor. Zotan el taraqqiyoti yo'lida kamarbasta bo'lish bank qadriyatlarining eng muhim tamoyillaridan biridir.